Hallmark Entertainment namoyish etadi. David Tivlis, Katie Carr, Jim Carter, Alice Craig. Adashdik shekilli. Meni kutib turinglar. Wentworth Miller, Colin Selman, Hannah Welland va Stuart Wilson Sehrli tosh filmida. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Ularni ko'rdim. Ana ular. Tasvirchi Tony Pierce Roberts. Ular bizni topishdi. Bastakor Trevor Jones. Bizni Vidalbagacha olib borib qo'ya olmaysizlarmi? Sherigimiz ancha betob edi. Tepalikkacha kuzatib qo'yamiz. Bu yog'iga yo'l topish oson. Prodyuserlar William Cartledge va Dusty Simons. Ssenariy muallifi Simon Moore. James Garney'ning Dinatopiyaliklar asari asosida suratga olingan. Ola. Marian. Rejissyor Marco Brambilla. Rosemary matriarx Vidalba. Matriarx? Bu nima degani? Sizlarning tilingiz bilan aytganda shu yerning hokimasi. Men Karlman. Sizlar to'g'risida ko'p eshitgandim. Davidning ahvoli ancha yomon-ku. Shuncha qisqa vaqt ichida namuncha ko'p hunar ko'rsatmasalaringizda. Peshonaga yozilganini ko'rdik. Odam o'z taqdirini o'zi yaratadi. Ketdik, David. Jana, Samantha. Labbay matriarx. Nima deysiz, xonim? Davidga yaxshilab qaranglar, u betob. Xo'p, bo'ladi. Xavotirga hojat yo'q. U hali tuzalib ketadi. Vidalba 3000 gektar maydonni o'z ichiga olgan mehnat jamoasidir. Bizning o'z dalalarimiz, omborimiz, inkubatorimiz bor. Biz Sharsharalar shahrini kerakli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaymiz. Hozir biz Marion bilan malham tayyorlaganimizcha sen ukangga qarab tur, xo'pmi? Bo'pti. Ko'rishguncha. Ketdik, Zippo. Dadang sendan xavotirlanib, Xudoning bergan kuni xabar chiqishlarini jo'natyapti. Nega dadangning gapiga quloq solmading? Oyjon, mening o'rnimda bo'lganingizda siz ham shunday qilardingiz. Men ulardan qattiq xavotirlandim. Marion, ular bizga mutlaqo begona. Demak, Dinatopiyaning qonun qoidalarini ham bilishmaydi. Ancha o'zgaribsan. Sen uni taqib yuribsanmi? Uni taqib yurishimga ruxsat berganingiz uchun rahmat. Thank you. Bir kunmas bir kun bu jajji mo'jiza seni ulkan balo qazolardan himoya qiladi. O'tgan oyda 5 ta braxnozavrlarimizdan ayrilib qoldik. Inkubatoriyamiz yetimlarga to'lib ketdi. Senatdagilarga gapirdim, foydasi bo'lmadi. Buning hech qanaqa ajablanarli joyi yo'q. Dadam bilan gaplashmayotganlaringizga hademay 5 yil bo'ladi. Qizim, men hech qachon u bilan gaplashishga qarshi chiqmaganman. Arazlab yurish Dinatopiyaliklar udumiga to'g'ri kelmaydi. Otang shohona libosini hamma narsadan aziz va qadrli deb biladi. Xayriyatki, sen unga o'xshamaysan. Senda his qilish va tushunish qobiliyati bor. Menga da bilan hayot siri ham yoqmaydi, oyjon.
Sen baribir boshqachasan, qizim. Qaytib kelganing yaxshi bo'ldi. Karolni hech kim ko'rmadimi? Balki uydadir? Oho, zo'rsan-ku. 23 meni foydamga. Seni foydangami? Ha, mayli. Ola qol. Dumingni yaxshi ishlatar ekansan. Men olib kelaman. Meni yutdim, Zippo. Sen 3 ochko olding. 3 ochko ham katta gap. Yutishni istasang, qattiqroq urishni o'rgan. Qattiq ura olmayman-da. Mana bunday qilib ur. Nima ham derdim, o'rganaman. Zippo. Nima qilyapsan? Biz Karol bilan yana bir marta o'ynamoqchi edik. Sharsharalar shahrida qiladigan boshqa ishing yo'qmi? To'g'ri aytasiz, Montriar. Bu yerda dissertatsiyam uchun sut emizuvchilarga xos ayrim fe'l atvorlarini o'rganib, manba yig'ayotgan edim. Men haqimda yozmoqchimisan? Ha, odamzod fe'l atvorini tadqiq qilyapman. Meni tadqiq qilyapsanmi? Tajriba quyonimida meni o'rganasan. Quyonlar ham sut emizuvchilar toifasiga kiradi. Bas, Zippo, hozir ta'til vaqti emas. Sen kunduzlari boshqa talabalar bilan ham shug'ullanishing kerak. Sizni juda hurmat qilaman, Rozmari, lekin men genotopiyalik emasman va bo'lishni ham xohlamayman. Tushlikka taklif qilsak yo'q demaysanmi? Yo'q demasam kerak. Lekin odam degani nonini halollab yeyish kerak. Demak, sen bizga yordam berishga majbursan. Yana bir gap, marhamat qilib menga matriarx deb murojaat qil. Chap yoni bilan turgan shekilli. David, senga ovqat olib keldim. Qalaysan, Zippo? Xayrlashgani keldim. Qaytib borib senatda yig'ilishda hisobot berishim kerak. Senga choy ham olib keldim. Rahmat. Nima bu? Actium longis. Giyoh. Agar sen uni doimiy iste'mol qilib borsang, 250 yildan ziyodroq umr ko'rishing mumkin. Undan ko'ra yoshroq o'lganim yaxshi ekan. Ancha uxladimmi? Bir haftacha. Bir hafta? Demak, anchagina mazam qochgan ekan-da. Xo'sh, bu orada nimalar ro'y berdi? Juda ko'p voqealar. Marion bilan Karol ancha do'stlashib olishdi. Do'stlashib olishdi? Bu nima degani? Karol qizlar bilan chiqisha olmasdi. Do'stlashgan gapmi? Apo-chapoq bo'lib ketishdi. Nima bo'ldi? Chiqib ketishim bilan brachianozavrlar bilan shug'ullanishga qaror qildim. Yana gapirib ber. Bo'pti, hozir. Tuk. Kim u? Goliath. Qanaqa Goliath? Qanaqa bo'lardi? Boshli, oyoqli. Goliath uning haqiqiy ismimi? U nihoyatda kuchli, ammo yovuz bo'lgan. Bir yigit uni o'ldirib, odamlarni yomonlik changalidan xalos qilgan. Karol bilan Goliath tarixini bilmagan kishi yo'q. Yana gapir. Ancha o'zingga kelib qolibsan. Rozmari. Qizimning aytishicha, sen g'oyatda aqlli yigit ekansan. Til o'rganishga layoqating ham kuchliymish.
Shunda gapirishganidan juda ham xursandman. U hatto Karlni o'qishga o'rgatib yubordi. Buni nimasi ajablanarli? Karlni odobli o'quvchi deb aytish qiyin. U hech kimning gapiga kirmaydi. Jahl otiga minib olgan. Xuddi senga o'xshab. David, nimaga sen aqlli bo'lsang ham o'zingni xuddi baxtsizdek tutasan? Sen hayotda shunchaki kuzatuvchi bo'lib yashamoqchimisan? Bilmadim, har holda yolg'izlik kulfat emas. Albatta. Faqat shuni o'zing xohlasang. Qayoqqa, Karl? Hech qayoqqa. Uxla. Hech qayoqqa deganing nimasi? Toza havoda aylanib kelmoqchiman. Tez qaytaman. Salom qizlar. Sizlar aytib bera olmaysizlarmi? Rejalaring haqida so'ramoqchi edim. Balki jindek sayr qilib kelarmiz. Havo ajoyib, nima deysan? Borasan? Eshitishimcha kechqurun tartibbuzarlik qilib ko'chaga chiqib ketganmishsizlar. Balki nima bo'lganini aytib berarsizlar. Faqat aldamasdan gapiringlar. Tartibni buzganimiz uchun uzr, Rozmari. Lekin jindek yoshligimizdan foydalanib ko'ngil xushlik qilmoqchi edik. Gapni aylantirma. Biz cho'mildik. Karl tartib intizomni yomon ko'radi. Uni 11 marta maktabdan haydashgan. David, sen bilan gaplashmayapman. Karl, nega intizomga ko'nikmayapsan? Ko'nikmayapsan? Nega ko'nikishim kerak? Men bu yerli emasman. Shuni tushunasizmi? Menimcha bugungi marosimdan so'ng fikringdan qaytarsan degan umiddaman. Dargumon. Meni ishonaman. So'z shahar markaziy kutubxonasining mudiri, olim va professor Zippo Stenozavrga u eng so'nggi kashfiyot to'g'risida gapirib bermoqchi. Ser. Rahmat, ser. Janob hokim, menda muhim bir yangilik bor. Sayohatdan qaytgandan buyon kutubxonadagi qo'lyozma va suratlarni solishtirib muttasil ish olib bordim. Va yer osti dunyosidagi qadimiy Kar ibodatxonasiga olib kiradigan eshiklarning birini topganga o'xshayman. Lekin shuni aytishim kerakki, o'ta xavfli bo'lishiga qaramay, u yerda tadqiqot ishlarini olib borish kerak degan fikrdaman. Almasor uqtirganidek biz har qanday sharoitda ham yer osti chegaralarini buzib o'tmasligimiz zarur. To'g'ri, udumlarimizni hurmat qilamiz, biroq bu juda muhim yangilik. Agar yozuvlarga nazar solsak, mutlaqo hojati yo'q. Qanday qilib o'zgalar chegarasiga oyoq qo'yib, ulardan bizni tinch qo'yishlarini talab qilamiz?
Bu joylar yirtqichlarga tegishli. Chegara daxlsizligiga rioya qilishimiz shart. Yer osti dunyosidan quyoshli toshlarni topish imkoniyati bo'lsa-chi, odamzot u yerdan arang qutulgan. Qisqasi, hech qanaqa tekshiruv ekspeditsiyasi yuborilmaydi. Senat yig'ilishini yopiq deb e'lon qilaman. Bugun sizlarning bu yerdagi eng so'nggi oqshomingiz. Biz kelgusi yil uchun hosilni yig'ishtirib bo'ldik. Sizlarni yangi hayot kutmoqda. Qanchalik istamasang 4 soat davomida bu haqda og'iz ham ochmaysiz. Dunyoga dinozavrlar ko'zi bilan qaraydigan payt keldi. Bunday iste'dod sizu bizning qonimizda, ruhiyatimizda mavjud. Bosh egib barchangiz yerga quloq tuting. Miyangizni har xil bo'lmag'ur o'ylardan xalos qiling. Biz hammamiz aslida borliqning bir bo'lagimiz. Ahamiyat bering. Hammamizning yuragimiz bir xil maromda urmoqda. Kechirasiz, gaplaringiz juda kulgili. Bemalol ilohiy marosimingizni davom ettiravering, lekin meni uyqum kelyapti. Mayli, Karl. Xayrli tun. David, tuzukmisan? Tuzugam yapma. Hech qachon o'zimni bu qadar yaxshi his qilmagandim. Hammasi juda g'alati, a? So'z topishga til ojiz. Samantha. Seni bir ovozdan dengizga taalluqli deb topdik. Ninachi sohilida delfinlar bilan ishlaysan. Karl. Sen yerga tegishlisan. Shu yerda qolib inkubatoriyada mehnat qilasan. David. Sen osmon odamisan. Osmon odami? Aha, biz shunday xulosaga keldik. Ishonchingiz komilmi? Ha. Sen Daralar shahridagi Skybaklar maktabida tahsil olasan. Xo'p. Marion, senga esa bizning topshirig'imiz yo'q. Bethany, sen tuproqqa taalluqlisan. Buyuk tekislikdagi iqlimni tekshirish bilan shug'ullanasan. Nega menga yo'llanma bermadingiz? Chunki sen dengizga ham, samoga ham, zaminga ham tegishli emassan. Sen hamma joyga birdek taalluqlisan. Shuning uchun bermadim, qizim. Sen boshqalarga o'xshamaysan. Men unday bo'lishni istamasam-chi? Daralar shahriga David bilan birga borasan. U yer Dinotopiyadagi pteranodonlarning eng ko'p tarqalgan joyi. Ularning fe'lida tajovuzkorlik avj olib boryapti. Ularni kuzatib, bu holning sababini aniqlasang xursand bo'lardim. Meni ranjitmak uchun topshiryapsiz bu ishni. Yo'q, men senga nihoyatda muhim topshiriq berdim. Axir mamlakatimizda
Quyoshli toshlar asta sekin so'nib boryapti. Bunga pteranodonlarning nima aloqasi bor? Sen indamay aytganimni qil. Toma ko'l bo'lur. Davidga yaxshilab qara. Esingda bo'lsin, uning uchun sen javobgarsan. Sensiz bu yerda qolgim kelmayapti. Agar chindan ham menga nisbatan befarq bo'lmasang, harakat qil. Oyim nima qilishni yaxshi bilasan. Karo. Meron ikkimiz sensiz zerikib qolamiz. Seni o'rning juda bilinsa kerak. Rostdan ham Skybaklar eskadriliyasiga bormoqchimisan? O'shanaqa qush senga yaqinlashsa, esing og'ib ketmasmikin? Xavotirlanma, Davidga o'zim qarab turaman. Rostdanmi? Ha, bir-birimizdan ko'z quloq bo'lib yuramiz. Chuqur nafas ol. Sen ham. Chapka, saltaku. Chapka. Biram qiziq ko'rinyapsan-ki, David. Marion oyni nohaqlik qildi. Daralar shahriga men emas, Karl borish kerak edi. Nega unday deb o'ylayapsan? Chunki bu ish uni qo'lidan kelardi. Menimcha oyim to'g'ri qildi, David. Hali o'zini namoyon qilmagan yashirin qobiliyatlaring bor. Oyim buni darrov payqadilar. Men ham. Doim menga nisbatan shunaqa munosabatda bo'lyapsan. Nima demoqchisan bu bilan? Qachon qarasa balandlikka qarab sudraganing sudragan. Dahshatli tushni qayta ko'rayotganga o'xshayman. David, qara, qanday chiroyli. Ikki qo'lingda ushlab olaman. David, bu daralar shahri. Ana bu daryoni ko'ryapsanmi? Qaragin. Qarab jinni bo'lmanmi? Nihoyatda balanddamiz shekilli. 6000 fut. 6000 fut? Yo'q, bunchalik baland tog' bo'lishi mumkin emas. Menimcha oying yanglishdi. Fikrimni shu yer boshlig'iga yetkazib qo'yishim kerak. Chuqur nafas ol. Tinchlik tilayman. Men ismim Marion, bu esa David. Bilaman. Men ismim Romana Dakin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Marion, seni shahar kengashida kutishyapti. Tez orada ko'rishsak kerak-a? Albatta ko'rishamiz, David, xavotirlanma. Men senga yotoqxonangni ko'rsataman. Ko'rishguncha. Aytgancha biz bir-birimiz bilan unaqa salomlashmaymiz. Qanaqa salomlashasizlar? Mana bunday. Sen chuqur nafas ol desang, men yuksakroq uch deb javob berishim kerak bo'ladi. Yuksakroq uch, tushunarli. Bo'lajak mashg'ulotlardan qattiq qo'rqyapman. Senchi? Zarracha ham. Bu imkoniyatni butun umr kutgandim. Tushunarli. Shu qadar balandlikda yashash yoqyaptimi senga? Yoqqanda qandoq, bu chinakam turmush tarzi. Skybaklarga yaqinroq bo'lish va dunyoga ularning nazari bilan qarash imkoniyatini beradi. Bu yoqqa. Sen shu yerda yashaysan. Mabodo kerak bo'lib qolsam, qo'shni xonadaman. Aytgancha sen hamisha maxsus kiyimda yurishing kerak. Birinchi mashg'ulot ertaga azonda bo'ladi. Kechikma.
Salom, menga mana buni berishuvdi. Orqamdan yur. Faqat sekinroq. Yaqindagina triteratoshlar ko'z ochishganda. Mabodo Rozmari bilan Marionni qarindosh emasmisan? Rozmari mening oyim, Marion katta opam bo'ladi. Mana keldik. Yuqori haroratda erkaklari, past haroratda urg'ochilari dunyoga keladi. Biz buni oldindan bilamiz. Chunki tuxumdan qandaydir tovush chiqadi. Tovush? Ha, Rostdanmi? hozir ko'rasan. 26. Mana topdim. Karl, bu senga. Nima qilaman buni? Uni parvarishlashing kerak. Yo'q, unga qara olmayman. Bu seni jufting, dinozavr. Chuqur nafas oling. Skybaklar sardori Unoman. Sizlarga ustozlik qilaman. Daralar shahrida 4000 dan ziyod genatopiyaliklar shug'ullanadi. Biz esa har yili eskadriyaga bor yo'g'i 12 nafar odamni saralab olamiz. Bir qadam olg'a. Avvalo haykal ustunlar qo'riqchilar deyilib, ular darani ikkiga ajratib turadi. Osmonning ustki qismi skybaklarga, pastki qismi esa pteranodonlarga tegishli. Bu ikki toifa qachonlardir bir-birlaridan ayrilishgan. Bizning pteranodonlarga mutlaqo aloqamiz yo'q. Agar yurakda qo'rquv bo'lsa, skybakda ucha olmaysan. Ular qo'rqayotganingni darrov payqab olishadi va senga yaqin yo'lamaydilar. Birozdan so'ng 3-bo'lim kursantlari mashg'ulot boshlashadi. Hozircha yaxshilab kuzatib turinglar. Diqqatingizni jamlang. Qaltis harakat qila ko'rmang. Doim shunaqa hazillashasizlarmi? Uni zudlik bilan inkubatoriyaga qaytarish kerak. Sen o'z juftingni o'ldirib qo'ymoqchimisan? Juft? Qanaqa juft? Rahmat bolalar. Karl, bu sening dinozavr jufting. Uni darrov qaytarib issiqqa borish kerak. Menga juft kerak deb sizga kim aytdi? Men ishlashga rozilik berdim, juft topib bering demadim-ku. Sen branxinozavrlar ko'zi bilan dunyoga qaraganingda nimalarni his qilding? Bilmadim. Nimanidir his qildim, lekin tushuntirib berish qiyin. O'sha paytda asl holatingdan ko'ra ko'proq fikrlashga qodirdek sezgansan o'zingni. Ehtimol, lekin o'zingning borliqning bir bo'lagi ekaningni his qilding. Men senga faqat shuni o'rgatmoqchiman. Ammo bu narsa hayotingdagi eng muhim saboqdir. Endi bu qizaloqni joyiga opar. U sovqotyapti. Nega uni qiz bola deyapsiz? Buni qayerdan bila qoldingiz? Bilaman, chunki o'zim ham onaman. Bu mashina siz his qiladigan havo va shamol yo'nalishidagi favqulodda o'zgarishlarni takrorlaydi. Boshlaymiz. Qani kursant, bu yoqqa kel, sendan boshlaymiz.
Teskari o'tiryapsan, orqaga yiqilishni yaxshi ko'rasanmi? Ushlab uchish osonroq deb tuyulyapti, ha? Lekin bilib qo'yinglar, Skybackda shug'ullanish uchun erkin parvoz qilishni o'rganishlaringiz kerak. Xo'sh, joylashib oldingmi? Mashq maydonida yiqilish maza, lekin darada bu dahshat. Yana bir marta. Yana bir marta. Yana. Sir, nafas olsam olsam maylimi? Shamolga qarshi harakat qil. Shundagina muvozanatni saqlash mumkin. Biram ajoyib bo'ldiki, u hali shunday kichkina, shunday mittiginaki, biroq qolganlar unga qarshi harakat qilishardi. Chunki u albinos edi-da. Eng ajablanarlisi, u bilan biram gaplashkim keldi. Xo'sh, o'zingning o'qishlaring qalay? Bo'ladi. Yiqilishga ancha o'rganib qoldim. Qayta yiqilish maza ekan. Rostami? Ha? Miyamga mix qoqishsa ham bunchalik maza qilmasam kerak u. Kiyiming o'zingga rosa yarashibdi. Nima bo'ldi? Hech narsa. O'zingni ehtiyot qil. Sen bo'lmaganingda holim nima kechardi?
Quyoshli tosh so'nishi mumkin-a? Hammasi so'nib qolsa nima bo'ladi? Bilmadim. Bizda ilgari ham shunga o'xshash muammolar tug'ilgan. Biroq hamisha xotirjamlikni saqlash chorasini topganmiz. Qoyil. Qasringizda bemalol o'tirib tortishingiz mumkin, lekin quyoshli toshlar so'nayapti. Sizga hali so'z bermadik, janob Krab. Mana bular nima unda? Bir kun quyoshli toshlar butunlay so'nib, siz u biz yashayotgan dunyo jar yoqasiga borib qolsa nima bo'ladi? Nahotki bu sizni zarracha qiziqtirmasa? Ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Bu oyning oxiriga men yana 12 nafar tosh ta'mirlovchilarni taklif qilib qo'yganman. Ular so'nayotgan toshlarning umrini bir muncha muddatga uzaytira oladi. Quyoshli tosh zaxiralari-chi? To'ppa-to'g'ri. Siz mutlaqo haqsiz. Dinozavrlar hammasini yeb qo'ymasidan xazinada qancha quyoshli tosh qolganini bilishimiz kerak. Tosh zaxirasi deyarli tamom bo'lgan. Hech vaqo yo'q. Shunday ekan, yer osti dunyosiga aloqador hujjatlarni o'rganib chiqish uchun Senatdan ruxsat so'ramoqchiman. Ekspeditsiyani tashkil qilmasak bo'lmaydi. O'tiring, Krab. Demokratiya ekanda og'zingizga kelganini gapiravermay, boshqalarni ham eshitishni o'rganing. Professor, bir daqiqaga mumkinmi? Marhamat, lekin sizni tanimayapman. Cyrus Krabman, do'kondor. Senatdagi ma'ruzangizni eshitdim. Zo'r gapirdingiz. Bu ma'ruza emasdi. Bilasizmi, yaqinda qo'limga qandaydir nihoyatda qadimiy manuskript tushib qoldi. Manuskript? Bu borada garchi sizchalik bilimdon bo'lmasam ham, unda yer osti dunyosi to'g'risida qandaydir ma'lumotlar borligini payqadim. Yer osti dunyosi haqida-ya, nahotki shu haqda sizning fikringizni bilgim kelyapti. Uni tushunish uchun sizdagi bilim va tajriba bemalol yetadi, faqat vaqtingizni ayamasangiz bo'lgan. Shuni sizdan iltimos qilmoqchiman. Yo'q. Soni bilan yordam beraman. Rostdanmi? Rahmat. Do'konim uncha uzoqda emas. Men hozir kirib o'tsam ham bo'ladi. Ochiq. Yopiq. Ha. Bu til deyarli 1000 yillar ilgari amalda bo'lgan. Qiziq. Xo'sh, Apollon daryosining janubiy sohilidan 200 fut masofa narida olmos koni turibdi. Kon atrofi o'ralgan, mana bu belgilarni tushunib bo'lmayapti. Yana bir marta o'qib ko'rishim kerak. Bu yerda yer osti dunyosiga kirish yo'li ko'rsatilganga o'xshayapti. Shoshmang, professor. Bir narsa esimga tushib qoldi. Adashmasam, ana bu samolyotlar halokatga uchragan ikki yigitni ham taniysiz, a? David bilan Karl Scottlarnimi? Ha. Ularni shasharaga qulab halok bo'lishganini eshitib, rosa achindim. Hatto yig'ladim ham. Lekin bir mish-mish yuribdi. Ular tirikmish, a? Ha, yaqindagina ular bilan Vidaqbada uchrashdim. Ikkovi ham binoyda. Ularni tirik qolgani rostmi? Nahotki, qanday ajoyib xushxabar. Bo'lishi mumkin emas. Bu axir Zinatopiya kutubxonasidan o'g'irlangan kitob-ku. O'g'irlangan dedingizmi? Yo'q, Bu ham shahar muzeyidan o'g'irlangan. Bu qanday dahshat. Muzeydan? Bo'lishi mumkin emas. Tag'in nimalar o'g'irlagansiz? Bu haqda darhol hukumatga xabar qilishim kerak. Xabar qilib bo'psan.
Aql bovar qilmaydi. Bu yerda nima qilyapman o'zi? Qo'y yuboring. Yordam beringlar. Yordam. Nega halol va xotirjam yashamaymiz? Chunki bundan foyda yo'q. Qayoqqa iltimos qayting. Yordam beringlar. Yo Tangrim. Oh my good Lord, officer. Karl Scottga xabar olib keldim. Bilmasam bilib ol, uzoq yo'l bosib kelgan xabarchi qushlarga avvalo ichkani biron nima beradilar. Ha, ya esim qursa. Marhamat. Daralar shahridan alangali salom. Seni juda sog'indim. David mashqlardan nihoyatda qo'rqyapti. Men esa unga dalda bo'lishga harakat qilyapman. Sen haqingda juda ko'p o'ylayapman. Xabar tugadi. Shoshma, javob maktubi yubormoqchiman. Agar xating 20 bitta so'zdan ortiq bo'lsa, qo'shimcha haq to'laysan. Qimirlamayaptimi? Yo'q, hech narsa sezmadim. Yorib chiqishini qanday bilsa bo'ladi o'zi? Buni bilish juda ham oson. Bu Xristozavr. Rostdanmi? Ular yorib chiqishayotganda juda qattiq ovoz chiqarishadi. Qo'rquvni daf qilish yo'lini o'rganamiz. O'tgan yili bitta kursant shu yerda parchalanib ketayotgan. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Ketdik ortimdan. Ildamro. Yoryapti chog'i. Samantha, boshlandi. Nimadir qimilladi-yu. Unga qanaqa ism qo'ymoqchisan? Hech qanaqa ism qo'ymoqchi emasman. Nima qilaman, boshimga balo ortdi. U nima deyapti? U seni onam deb o'ylayapti. U sendan ovqat so'rayapti. Hazillashyapsizlarmi?
Meni qutqarmasanglar dissertatsiya yozolmay qolaman. Poli, bu yoqqa qara. Sening iching nima ekan? Bilmadim, nimadir qimirlayapti. Meni qopdan chiqarib olinglar. Marhamat. Ke, yordamlashib boraman. Bo'la qolinglar. Barakalla. Polvon yigitga o'xshaysan. David, senga nima bo'ldi? Baland ekan. Boshim aylanib ketyapti. Esingda bo'lsin, sen osmonga taalluqlisan. Osmonga emas, divanga taalluqli bo'lsam kerak-ku. Boshqa chiqa olmayman. Qo'limni ushla. Qo'rquvni yengish uchun uni ko'ziga tiklash kerak. Qo'rquv kelajakka daxldor tuyg'u. Bugungi kun uchun faqat harakat va chaqqonlik zarur. Bu qoya Gideon Nenter asoslagan Skybug'lar eskadrillasining ostonasi. Odatda Skybug'lar safarga shu yerdan chiqadilar. An'anaga muvofiq bu qoyaga har bir kursant o'z ismini yozib qoldirishi kerak. Barakalla. Qani kursant? Sakra. Yo'q, qo'limdan kelmaydi. Kursant sakra deyapman. Yo'q, sakra olmayman. Sakra. Sakra. Sakra olmayman. Mashg'ulotdan so'ng kechqurun yonimga kir. Easy now. Jim. Bu moslama bobomniki. U buyuk uchuvchi Will Gardesga ustozlik qilgan. Romana Zenatopiyaning faxri hisoblanmish o'sha uchuvchining qizi. Otasining iste'dodi unga meros bo'lib qolgan. Hamma meni ucha oladi deb o'ylayotganiga sira tushunmayapman. Balandlikdan juda ham qo'rqaman. Nega tushuningiz kerak? Balandlikdan emas, boshqa narsadan qo'rqayotgan bo'lsang kerak, David. Baqaka. Bu kimniki bilasanmi? Yo'q.
Skybug'lar eskadriliyasining asoschisi Gidon Nenterniki. Yovvoyi Skybug'da ilk bor uchgan odam. Ajabo, u sendan 2 yoshgina kichkina bo'lgan. Uchuvchining Skybug ustidagi ilk parvozini hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi, David. Yo'q, bu qo'limdan kelmaydi. Meni yanglish jo'natishgan, bilib turibman. Hamma kursantlarim imtihon topshirib bo'lishdi. Nima gap? Pastda nimadir bo'lyapti. Marion. Marion, tuzumsan? Hech qisi yo'q. Yur, bu yerdan tezroq ketish kerak. Bo'la qol. Kallang qayoqda edi? Ahvolingni bir qara. Jimdek tirnalibdi. Yaxshi bo'lib ketadi. Sen gapga quloq solmay, o'z boshimchalik bilan xavfli hududga borgansan. Dadang senga qarab yurishimni qayta-qayta iltimos qiluvdi. Unga nima deyman endi? Dada. Dadang Sharalar shahrining hokimi, hayoting uchun javobgarman axir. Oyim meni bu yerga pteranodonlarning harakatlarini kuzatib o'rganish. Dinatopiyaning kelajagi haqida qayg'urayotgan yolg'iz sen emassan. Halok bo'lishingga sal qoldi. Tadqiqotlaringga chek qo'yasan. Bugundan boshlab ruxsatnomasiz xonangdan bir qadam ham uzoqlashmaysan. Tushunarlimi? Tushunarlimi deyapman. Ha, sir. Nega ovoz chiqarmayapti? Balki betobdir. Juda qiziq. Odatda dinozavrlar o'zlarining baland ovozlari bilan ajralib turishardi. Ehtimol bu holat uning dunyoga kelishi bilan bog'liqdir. U yetim. Rostdanmi? O'tgan oyda sizlar ko'rgan haligi vodiyda dinozavrlarga hujum bo'lgan. Uni oilasi ham o'sha yerda edi. Onasini mayda-mayda bo'lguncha toptab o'ldirishgan. U ko'rgan musibatga uncha-muncha dinozavr bardosh bera olmaydi. Sho'rlik 26-chi. Uni bizga qo'riqchi Skybug'lardan biri keltirib bergandi. Xo'sh, unga ism qo'yasammi yo yo'qmi? Aytdim-ku, unga ot qo'ymayman. O'zim bilan olib ketish niyatim ham yo'q. Sen baribir unga ism qo'ymasang bo'lmaydi. Bo'pti. Unga 26-chi deb nom qo'ya qolaman. Bo'ldimi? Ikkinchi jahon urushida qo'llanilgan ikki yoqlama qurshuv uslubidan foydalanish mumkin. Ikki yoqlama qurshuv. Ikkiga bo'linamiz. Yarmi oldidan hujum qilsa, yarmi orqadan o'rab olib iskanjaga olishgach harakat qilish kerak. Juda zo'r usul ekan. Rahmat.
Horma. Keling, ser, yaxshimisiz? Dengizchilik hunaring ham borligini bilmagan ekanman. Otam qayoq yasashga juda usta edilar, rostami? Qaysi shamollar uchirdi? Sharalar shahridan badarg'a qilib yuborishdi. Senatda ko'proq savol berib yordim chog'i. Bilganini qilishaverishmaydimi, to'g'rimi? Baribir bilganidan qolishmas ekan. Karol, menga juda ham yoqasan. Hayotda necha marta qoqilgan bo'lsang ham maqsadingdan chekinmaysan. Yengilgan kishi kurashga to'sagina biron nimaga erishishi mumkin. O'tgan ishga salovat. Quloq sol. Qayg'ing bilan riflar orasidan o'tishga urinsang, parchalanib ketasan. Shu yerda qolib ketaverishing kerakmi unda? Qaroqchilar xaritasisiz hech nima qila olmaysan. Qoyalar orasida yo'l ko'p. Xaritaga qarab, bu yo'lni topish mumkin. Xaritani topib berasizmi? Harakat qilaman. Qo'limdan kelgan hamma yaxshilikni qilaman. Faqat menga ishonsang bo'lgani. Ana shunday. Barakalla. Mahkamroq ishlab ol. Yaxshi, David. Yaxshi. Barakalla, David. Barakalla. Rahmat. Mana o'qishim nihoyasiga yetdim. Lekin mashg'ulotlarni yakunlashdan oldin bir narsani topshirib qo'ymoqchiman. Skybackingizda 1 yildan ko'proq uchganingizdan so'ng bunga ismingizni yozib qo'yishingiz mumkin. Kursant Ramana. Sen uchun maxsusi bor. Ol uni. William Delson. Axir bu dadamniki-ku. U tirik bo'lganda sen bilan faxrlangan bo'lardi. Chuqur nafas ol. Yuksaklarga parvoz qil. Ketar paytingizda pteranodonlarning faollashib qolganini unutmang. Kun botgandan keyin komendantlik soati joriy qilingan. Kursant David, sen tura tur. Qolganlarga ruxsat. Chuqur nafas oling. Yuksaklarga parvoz qiling. Nima? Ancha-muncha muvaffaqiyatlarga erishding. Lekin haligacha yerdan umidingni uzolmading. Tushunmadim, nima demoqchisiz bu bilan? Hamma topshiriqlarni bajardim. Mendan yana nima istaysiz? Hech tushuna olmayapman. Skybacklar uyasida tunab qolishing kerak. Shundan so'nggina o'rindig'ingni beraman. Hazillashyapsizmi? Buni iloji yo'q. Bu ish qo'limdan kelmaydi. Kursant David, bo'shsan.
Hammasidan xabarim bor. Men ketyapman. Siz shuncha vaqtim bekor ketdi. Bu yerdan ketishim og'layapti. Tamom, vassalom. David. Qanday qilib ularning uyasiga boraman axir? U senga bir o'zing borasan dedimi? Yo'q, lekin Agar kursantlardan birortasi bilan borishni istamayotgan bo'lsang, u holda sen bilan o'zim uchaman. Ramona Dainson bilan borsang-chi. Romana menga yoqadi. O'zim ham shunaqa deb o'yladim. Lekin u bilan bormayman. Unda otlan, ketdingmi? Ketdik. Ketdik. Salom Sayrus. Yo'q, men bilan bu ohangda gaplashmas. Senga do'st bo'lishga noloyiqman, negaki yaxshi xabar olib kela olmadim. Nimaga? Xaritani topib kelardim, lekin ular xaritani jo'ngina berishmas ekan. Menda beradigan pul o'zi yo'q. Yo'q, ularga pul kerak emas. Inkubatoriyadagi qadimiy quyoshli toshlar kerakmish. Endi o'g'irlik qilmayman. Kitob o'g'irlaganim ham yetadi. Quyoshli toshni o'g'irlash qo'limdan kelmaydi. G'oyat oliyjanob fikr, ixtiyor o'zingda. Tanla, hayoting afzalmi yoki qanaqadir toshlarmi? Sharsharalar shahrida ular tiqilib yotibdi. Bilmayman, Sayrus. Bu maxluqlar senga nima yordam berishdi? Hech nima qilishgani yo'q, hech nima. Baribir bu ishni qila olmayman. Ha, aytgancha, shunchalik zo'r xarita bo'lsa, nega shu paytga ketmading? Men-ku ketaman, xotirjam bo'l. Dunyoga hukmronlik qilishga yetarli boyligim bor. Mayli, xaritasiz ham bir urinib ko'raychi. Bilganingni qil. Ajalingdan 5 kun burun o'lasan, shuni xohlaysanmi? Yo'q. Uyingga qaytishni istaysan, ha? Ha, uyga qaytishni istayman. Uyga. Ortga qayta qolaylik. Pastga qarama. Faqat yuqoriga qarab intil. Esingda bo'lsin, toma-toma ko'l bo'lur. Pand nasihatlaring hiqildog'i keldi. Maqollalaringdan nima foyda menga? David, qara. Mening albinosim. Menimcha o'g'izning izimizdan uchib kelyapti. Bo'la qol, David. Bo'shashma. Bo'ldi, boshqa yura olmayman. David, quloq sol. Ichingdagi qo'rquvni yengishing kerak. Katta ketaverma, sen ham farishta emassan. Farishtaman deyotganim yo'q. Beayib faqat Parvardigor. Agar kamchiliklarimni payqagan bo'lsang, ayt. Men ularni tuzatishga harakat qilib ko'raman. Nima keragi bor bunaqa bemaza safsatani? Safsata sotmoqchi emasman. Mana hamma gap shunda-da. Sen hamisha haqman deb o'zingni ham, boshqalarni ham ishontirishga harakat qilasan. Axir har qanday odam xato qilishi, aldanishi yoki qo'rqishi mumkin-ku. Shunday emasmi? Qimirlama, men hozir.
David, iltimos, yordam ber. Hozir Marion. Qo'lim ushlashga harakat qil. Ushla. Qani bo'l. Yana ozgina Marion. Hech qayerinlar yemadimi ishqilib? Yo'q, jindek qo'rqdim xolos. Yetib keldikmi? Ha, G'oyat go'zal manzara. ha, juda. Qo'lingni ber. Hammasi aytganingdek bo'ldi. Yigirma oltinchi nima qilyapsan? Tartib qoidani yaxshi bilarding-ku. Yotib mazza qilib uxlashing kerak, tushundingmi? Mana shunday. Atrof birama ajoyib. Uning otasi o'rindiqni topshirgan, uni shu yerga chiqishga majbur qilgan. Qo'pollik qilganim uchun kechir. Shunchaki hammasiga qo'rqqanim sabab bo'ldi. Hech qisi yo'q. Sendan sira ham xafa emasman. Mana ko'rasan, David, sen albatta uchasan. Chunki oyim bu borada hech qachon yanglishmaganlar. Nima bo'ldi? Nega menga bunday qarayapsan? Marion. Seni birinchi marta ana o'tishi og'rib qolgan dinozavr bilan ko'rganimdan beri esingdami? O'sha voqea? Ha, esimda. Ancha bo'ldi. Ha. O'sha kundan beri Nima bo'ldi? bu gapni qanday aytsam ekan? Seni sevib qoldim shekilli. Yana nima deyishni bilmayman. Sevib qoldim. Kechir, buni aytmasligim kerak edi. Kechir. O'z hissiyotlaring uchun uzr so'rashning keragi yo'q. Faqat men hayron bo'lib qoldim, xolos. Hayron bo'lib qolding? Demak, menga nisbatan mutlaqo befarq ekansan-da. Seni Ramona bilan ko'rganimda negadir g'alati bo'lib ketdim. Rostdanmi? Buning ustiga men hamisha ham har narsaga tayyor tura olmayman. Osmonlarga fayz bergan qushlarning sadosidir. Chunki ular men kabi diydoring gadosidir. Marionga xat olib keldim. Qo'shiq sizlarga yoqdim. Kimdan olib kelding? Karl Scottdan. Quloqlarimga ishonmayman. Dunyoning eng cho'qqisida bo'lsak-ku, akam shu yerga ham ishqiy qo'shiqlar yo'llasa, buni qanday tushunish kerak? U menga tez-tez xabar jo'natib turadi. Yo'q. Biz siz zerikayotgan bo'lsa kerak. Karla? Javob jo'natasizlarmi? Ha, jo'natamiz. Xabaringni olib xursand bo'ldik, Karl. Bizning ishlarimiz zo'r. Davidning bitiruv kechasiga kelish esingdan chiqmasin, Marion. Va David.
Uzr, Karl. Menga yana jindek kerak bo'lasan. Osmondan xuddi ozodlik ustiga qulayotgandek erkin tushadi-ya. Qimirlama. U seni hozir o'rganyapti. Sen uning ismini aytib chaqirishing kerak. Gapimga tushundingmi? Ismini ayt. Ismini? Qayerdan bilaman? Bilasan, faqat aytsang bo'lgani. Uning ismi Chabdast Chavandoz. Karl. Salom. Pand bermasligingni bilardim. Toshni olib keldingmi? Xarita qani? Menga ishonmayapsanmi? Ha. Mana quyoshli tosh. Cyrus Crab senga oq yo'l tilaydi. Rahmat, Cyrus. Bo'sh kelma. Albatta niyatingga yetasan. Faqat sensiz zeriksam kerak. Yaramas. Voy mutaxammiy, lekin menga yoqasan. Oq yo'l bolakay. Oq yo'l. Samantha, nima bo'ldi? Karl bilan 26 yo'q. Qani yurchi. Altıncı qayd. Qayd.
Hammasi joyida bo'ladi. Bitirish marosimi uchuvchi uchun beriladigan yagona imkoniyat. Skybug chorlovingizga uchib kelmasam yoki siz unda ucha olmasangiz, eskadrilyadan haydalasiz. Boshladik. Kursant Romana. Omadingni bersin. Kursant David. Seni galing. Bardam bo'l, David. Kechikmadimmi? Kelganing biram yaxshi bo'ldi. Hozir David ilk bor parvoz qiladi. Rad javobini olding, pastga tush. Afsus, David. Endi hech qachon Skybug'da ucha olmaysan. Xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Shoshma, David. Sen bilan faxrlanaman. Meni tinch qo'y. Chekinganing yo'q axir. Qo'lingdan kelgan hamma ish qil. Afsus, dadam ko'ra olmadilar. Mag'lubiyatimni ko'rmaganlari yaxshi bo'ldi. Bu mag'lubiyat emas, David. Shoshma. Uni o'z holiga qo'y. Albatta uchishim kerak.
Yo tangrim, o'zing asra uni. Ukam sakramoqchi. Yo'q, unday qilmaydi. David! Qara. Ko'ryapsizlarmi? Qoyil, David.